Opamiz surunkali bosh og'rig'i tufayli mana shu mutaxassislar oldiga kelganlar. Hozir doktorning aytishlariga qaraganda surunkali bosh og'riyotgan ayolni shu bo'yindagi yig'ilgan tuzlar osteoxondroz hisobiga deyaptilar. Boshlariga ham ignalar sanchib tashlabdilar. Hozir mana shu olovli muolaja orqali mana shu opamizdagi surunkali bosh og'rig'idan qutulsa bo'lar ekan o'rtoqlar. Agarda sizlarni ham tanishinglar, yaqininglarda boshi surunkali og'riyotgan bo'lsa, shu bo'yinlarida tuzlar, osteoxondrozlari bo'lsa, mana shu chempion mutaxassislarga kelsa bo'ladi. Endi tarjima qilib berasiz, bu qanaqa muolaja o'zi bu? Xo'p, bu ignamiz kumush igna bo'lib, mana tutayotgan narsamiz giyoh hisoblanadi va tochkaga doktorimiz nuqta belgilab berishlari oqibatida bu tochkalar, ya'ni tiqilib qolgan nerv tomirlari ochib beriladi. Ana, shu bilan bosh og'rig'i qoladimi? Og'riqlar qonaylash yaxshilanadi. O'zi shu muolajalarda o'zi og'rig'i bormi, yo'qmi? Bemor og'riyaptimi, yo'qmi? Yo'q, og'riq yo'q. Og'riq yo'qmi? Ha, ilohim shifo bersin. Mana shunaqangi bosh og'riyotganlar ham demak bo'yindagi nervlardan ham bo'lishi mumkin ekan. Mana mutaxassislar aytishiga qaraganda, agar sizlarga shu muolajani narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini qoldiringlar. Hamma ma'lumotlarni tashlab beramiz. Kelaman deganlar manzil deb qo'yasizlar. Lichkalaringga lokatsiyani o'zimiz tashlab beramiz. Yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, pastki raqamlarga telefon qilib, bemalol men nomimdan chiqarasizlar. Alloh shifo bersin, hech qachon kasal bo'lmanglar.